Salom barchaga do'stlar, bugungi videoda qo'shiq yaratishni o'rganamiz. O'zimiz qo'shiq yaratamiz. Ili Play Marketga kiramiz va qidiruv bo'limidan Gemini deb qidiramiz va mana shuni o'rnatib olishlaring kerak bo'ladi. Men o'rnatib olganman va ochamiz. Keyin o'rnatib olganlar ochib, keyin qo'shiqni qanday yaratamiz bratan desanglar, hozir plyuschani bosamiz yondagi. Keyin bu yerda muzika degan ikkinchisi, muzika, o'shani bosamiz. Keyin bu yerda bironta masalan muzika yaratamiz. Masalan gemerdek xohlasalaring videolarni 10 minut nima qilsanglar bo'ladi, o'tkazib yuborsanglar bo'lsa yaxshi. Mana bo'ldi. Endi bunga tashlaymiz. Tashlab bo'lganimizdan keyin hozir mana shunaqa evolyutsiyalarni qilib beradi do'stlar. Sizlar ham meni kanalimga obuna bo'lib like bosinglar. Mana 302 ta obunachiga ham erishib oldik. Endi maqsad 350 ta obunachi. Yana 48 ta obunachi nima qilib beringlar. Faqat obuna bosinglar. Mana ham bitta bolani qarasam 600 ta obunachisi bor ekan. O'sha bolani yaxshi ko'rib qolmayman mana. Bixon gemerdek bo'lolmaydi hech, hamma bo'lsa yaxshi. Bixon gemer undan ham yaxshi, zo'r ishlar zo'r. Bixon gemerdek bo'lolmaydi hech, hamma bo'lsa yaxshi. Bixon gemer undan ham yaxshi, zo'r ishlar zo'r. Bixon gemer zo'r ishlar. Mana shunaqa video qilgandim. Shuni yuklab olish uchun qaranglar. Mana bu narsa yuklab olish degan narsani ko'ryapsizlarmi? O'shani bosasizlar, keyin mana birinchisidagi track deyotgan mana shuni bosasizlar. Bosganinglardan so'ng keyin ochishni bosasizlar. Ochishni bossanglar, endi bu avtomatik Bixon gemer galeriyaga o'tgandan keyin agar sizlar buni YouTube'ga qo'ymoqchi bo'lsanglar, ulashni bosasizlar. Mana hozir ko'rsatib beraman galeriyada. Mana hozir mana buni bosasizlar. O'rtadagi keyin YouTube'ni bosib avtomatik kirib ketasizlar, bo'ldi. Yana bitta funksiya ham bor. Shuni Geminini o'rnatib qo'ysanglar, endi Google'ga kirib olasizlar. Keyin YouTube kanaliga kirib sozlamalarni bosasizlar. Bu yerda Gemini tugmasi bor, o'shani bosasizlar. Va mana buni shundoq bosib qo'ysanglar bo'ldi. Mana bu narsani agar Android telefoni bo'lsa bu yoqilgan bo'ladi.
Hamma telefonlarda ham yoqilgan bo'ladi menimcha. Mana shuni bosib qo'yasiz agar yoqilmagan bo'lsa. Bu nimaga deymi? Hozir ko'rsatib beraman. Mana bu nimamiz bor. Osi What would you like to watch or listen to on YouTube today? qayta hozir kiradi. Bo'ldi, mana avtomatik kirdim YouTube'ga. Sizlar ham mana shuni yuklab olinglar. Mana boy rasmni qilib beradi. Mana hozir endi aytaman. Hozir kiradi. Xafa bo'lmang-u, lekin men to'g'ridan-to'g'ri YouTube'ga kirib, videolarni qo'yib bera olmayman. Chunki menda platformani boshqarish funksiyasi yo'q. Bobur Mansurovning eng so'nggi va qiziqarli vaynlarini ko'rish uchun YouTube ilovasi yo'q saytiga kirib, qidirib olmasin. Mayli. Do'stlar, xullas bugun ko'p narsalarni bilib oldinglar degan umiddaman. Va shu bilan videoim to'xtanglar. Yana o'shani Instagramga avtomatik kirib ketadi, qaranglar. Mana. Sama o'rtoqlar, bugun oxirgi kun, ertaga Endi esa yana bosib turamizda. Mana avtomatik hozir kiradi. Eș vem vil de Yurinch? Qaytadi. Mana avtomatik kiryapti. Endi qaranglar, budillik qo'ymoqchi bo'lsalaring, mana shuni bos. PUBG o'ynamoqchi bo'lsalaring. 아쉬움이 크시겠어요. 다음 판 PUBG mobil yuklab olish uchun rasmiy saytga yoki ilovalar do'koniga kiring. Android Hozir kiradi, qaranglar. Mana kiryapti. Avtomatik PUBG'ga kirib ketdi. Endi xayr do'stlar, sizlarga yaxshi video kontent olishim uchun sizlarni like va podpiskalarni ayamanglar. Xayr.